Assalomu alaykum. Sahar kasaldan jabrlayotgan qadrdonlar, sog'lig'inglar yaxshimi? Qiynalmay, netmay, ozib ketmay, ishtahalar yaxshimi? Turibmisizlar charchamasdan. Dardinglarga shifo bersin, ko'p qator menga ham. Tabiblarimiz maslahatiga, doktorlarimiz kuyik bizga tushuntirganlariga ozgina ahamiyat berib, afsala qilib, shularni aytganini qilib, Xudoga shukr, alhamdulillah. Saharlarimizni yo'lga solyapmiz. Xudo xohlasa, mana Anjur to'g'risida ko'p gapirdim. Anjur balki haqiqatda endi bu allergiya qiladigan nima. Oshqozon yarasi bolalar bo'lsa, ehtiyot bo'lish kerak ekan. Allergiyasi bolalar, ozgina nimaga allergiya toshadigan insonlar ehtiyot bo'lish kerak ekan. Mana hozir men shunday qilib ichyapmanki, Anjur balki talxa, ya'ni hali chachratqi degan o'timiz chesnok. Mana bir dona bak, Anjur baki, keyin bir 20 gram, 30 gram chachratqi o'tini nimasida 2 dona chesnokni aralashtirib ichib ko'rdim. Allohning qudrati avvalo Xudo. Shunday ichdimki, Xudoning qudrati bilan juda yaxshi foyda qildi. Endi kimga qanaqa avvalo Xudo, shifo Allohdan. Sababini qilaveramiz ekan, shifo beradigan Alloh. Faqat yo'l yo'rig'i bilan pasbalatini bilib, qaysi nimaga. Endi hamma tabletkamiz ham, tabletkalar ham bir jigarga foyda bo'lsa, biri o'pkaga zarar, biri o'tga foyda bo'lsa, biri jigarga zarar yoki buyrakka zarar. Shunaqa bo'lib chiqyapti. Asli tajribamizda. Doktorlar ham mana dorini ichsang og'rig'ingni qoldiradi, jigaringni o'ldiradi deydi. Dorini ichsang jigaringga foyda qiladi deydi, buyragingni olib ketadi deydi. Qo'yingki, avvalo Xudo. Endi harakat qilsanglar, Xudo xohlasa shifo Allohdan ekan. Meni maslahatim shuni ichib ko'ringlar. Bilasizlar foydasini, men foydalanyapman. Sizlarga ham tavsiya qilaman, yeb ichib ko'rib. Endi doktorlar ham haqiqatda endi amerikanskiy tajriba, germanskiy tajriba, Yaponiya professorlari aytdi deb mana o'zimizdagilar ham o'rganib kelishyapti, yaxshi foyda qilishyapti, Xudoga shukr. Hatto operatsiyalarga vaqtida operatsiya bir gurkilab ko'pchilikka reklama bo'ldi-yu, shundan ham foyda qilmadi deganday qilishyapti. Lekin bu anjur, talxa, chesnokni aralashmasi mana. Yana bu qaytar aytaman, bir dona bak, anjur baki, yozda quritilib qo'ygan. Talxa, buni ham yozda to'plab, quritib tozalab qo'yilgan. Chesnok hamma yerda qishin yozim bo'ladi, uni olib. 2 dona chesnok nima qilib, 3 litrli bankaga tayyorlab ichyapman, yaxshi foyda qilyapti. Ma'qul kelsa harakat qilib ko'ringlar, shifo Allohdan. Xudo xohlasa mana anchadan beri suzma yemodik, suzma yedik. Xudoga shukr. Endi grechka kunlik ovqatimiz endi. Qora nonni ham o'ta kam, juda kam yeyinglar deyapti, ilojini boricha. Bir kuchuk, 2 kuchuk. Bular o'z buyoqda yegan bilan to'g'ri kelib qolar ekan, Xudo xohlasa. Barchamizga Xudo shifo bersin. Parhez qiling, sport bilan shug'ullaning, ko'p yuring. Xudo xohlasa shifo Allohdan barchamizga Xudoyim shifo karomat qilsin. Salomat bo'linglar. Obuna bo'linglar, bilganimizcha maslahat qilib, Xudo xohlasa maslahatimizni beramiz.
foydalanayotganimiz baham ko'ralyapmiz. Bizga buni bir tiyin foydasi yo'q. Shov-shuvni ham keragi yo'q o'zi aslida. Foydalansa bo'ldi odamlar. Xudo shifo bersin.